Sitoraxon qachon jiyanli bo'lamiz endi? Atiga 5 oy qoldi, Mardonbek. O'g'il ekanmi, qiz ekanmi? Qiz ekan. Shunga qat'iy chiroyli, shirin-shirin kiyimchalar bor ekan. Hozirdan yaxshi niyat qilib qizalog'imga kiyim olmoqchi. Как раз Indianimga yangi kolleksiyalar kelgan. Bitta ko'ramizmi? Bitta ko'raylik. Ketdik. Sitora Indianimga bolalar va ayollar uchun yangi kolleksiyalar kelgan. Bolalar kiyimini ati 24 ming so'mdan boshlab xarid qilishingiz mumkin. Buncha zo'r. Voy, bularda shirinligini hammasidan olaman bularni. Sitora bundan tashqari ayollar uchun ham juda ham yangi kolleksiyalar kelgan. Sariq stiker yopishtirilgan kiyimlarni skidka narxida, ayrimlarini yarim narxida ham xarid qilishingiz mumkin. Indianing o'zi boshqachada. Qizlar joylar, qaranglar, mana dubulkalar, yozga yumshoqqina mazza ranglari ham juda ham chiroyli. Oyoq kiyimlari ham juda ham chiroylilar bor ekan. Qaranglar qizlar. Indianing do'konlarida erkaklar uchun ham turli-tuman kiyimlari bor. Bu yerda kelib boshdan oyoq injiq inomarka kiyimlar topishlari mumkin. Oyoq kiyimlarida ham yomonidan bor ekan. Manzil Farg'ona shahar viloyat muzeyidan 10 qo'lga kirganda Ibratli bekani ro'parasida. Bu videoni eng yaqin do'stingizga tashlab qo'ying va birga kelib kiyinib keting.